Sizlarga rahimni uzib yubormoqchi bo'lmagan aka-ukalar, sizlarga bosib oladigan variantni topib qo'ydim. Sababi qarindosh urug' birgalikda olsangiz ham bo'lardi. Naq bitta ko'cha sizlarniki bo'ladi. Chortoq yo'li bu tomonimiz Tadbirkor ko'chaning oxiri, Gayni stansiyasining ro'parasidagi ko'chadan 500 metr kirganimizda. Ikkinchi tomonimiz 9-bog' tushib kelaverishdagi mana shu 4 ta quruq yerimiz sotuvga qo'yildi. Joyimizda har bittasini fasadi 24 metrdan, bunaqasi 16 dan ozgina oshiqroq bo'ladi. Ya'ni 4 sotuvdan ozgina oshiq ham chiqishi mumkin. Va 4 ta o'rtasida 6 metrlik ko'cha tashlangan ekan. 6 metr bemalol avtomashinalar qaysi uchun ham yetarli bo'ladi. Ushbu 4 ta yerimizni hujjatlari ikkitasi ota-onalar nomida, ikkitasi qarindoshlarning ota-onalar nomida ekan. O'zingiz dokumentlarni ham tekshirib olasiz. Menimcha yaxshi. Kommunal tarmoqdan mahallada suv hamda svetdan muammo yo'q. Turar joy shaklida hujjatlari. Agar 4 tasini oladigan bo'lsangiz, yaxshi narxda qilib berishadi. Donasiga keladigan bo'lsak, $14,900 dan barakasiga ozmozani o'tib berishadi. 4 sotuqlik bittasi uchun. Bunaqadan jami 4 ta bor. Pastdagi telefon nomerini qoldiraman, bog'lanib, mana shu 4 ta yerni xohlasangiz ikkitasini, xohlasangiz bittasini olsangiz 4 tasini sotib olishingiz mumkin. Hujjatlarni bemalol tekshirib olsangiz bo'ladi.